o'zini birov bilan taqqoslash. Bu eng katta xato. Ko'pincha inson boshqalarda qariydi, hayotda bir muvaffaqiyat topgan, boshqa keyin nima qiladi? Siqiladi. Endi o'ylamaydi. Aslida taqqoslasa bir hisobdan oxirgacha taqqoslasa, oxirgacha harakat qilish kerak edi. Xo'p, oldinda qo'shnisi bor ekan, bundan boy. Qo'shnisi nima qilib erishgan uy ishga? Masalan, ertaklardagi oltin baliqchani kutmagan-ku. Alloh taolo insonlarni nima uchun yaratdi-da? Ularni dunyodagi niyatingga ko'ra yashayverganda oxiratda jannatga kiraman demadi. Nima uchun? Amallarni farz qildi. Kafilman dedi Alloh taolo rizqda. Lekin harakatimizga bog'ladi. Bo'lmasa dangasar dunyosi bo'ladi-ku. Bir kishining uyi bor, eski. Tomidan chakka o'tadi. Lekin qo'shnisining uyi 2 qavat. Yana bitta qo'shnisi bor, uysiz. Ijarada yashaydi-da. Dunyo borasida nimaga qarash kerak inson? 2 qavatli uyga qaramay hech qachon. Sizni ezadi u. Sizni qiynaydi. Shayton vasvasa qiladi, o'zingizdan siqilasiz. Nimaga unda 2 qavatli uy bor menda yo'q? Siz bunga qarang. O'shanda qalbingizga bir sakinat keladiki, alhamdulillah, tomidan chakka o'tsa ham uyim bor-ku deysiz.